Assalomu alaykum. Olov pazandada 187-mavsum. Bugun 3-kun. Qizlarni mehmon qilish uchun bozorlik qilgani keldik. Bozorligimizni boshlaymiz. Shirinligimiz uchun shokolad olamiz. Taomlarimiz uchun ziravorlar olamiz. Farshidan bering. Yog'li yo'qsiz. Yo'qsizroq. O'sha bitta bo'lagini qo'yingchi. Tovuq go'shti kerak. Oyoqcha bering, yog'i chiqishi kerak-da baribir. 3 dona bering. 4 dona bodringizdan berib yuboring, sho'r bodringdan. Salatimiz uchun mayonez xarid qilamiz. Endi esa bodring va bulg'or qalampirlarini olamiz. Bugungi bozorligimizni tugatib oldik. Endi uyga borib taomlarni tayyorlaymiz. Odatda bozorlikni xo'jayinim qiladi. O'zim ham tez-tez bozorlik qilib turaman. Shuning uchun bozorlik qilish uchun qiynalmadim va 12 daqiqada tugatdim. Bozorliklarni tugatib, mana uyga ham kelib oldik. Endi birin-ketin taomlarni tayyorlashdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib, asosiy taomimiz sho'rvamizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi tovuq go'shtini qaynatgan qo'yib olamiz. Sho'rvamizni qaynatishga qo'yib qo'ydik. Endi navbat shirinlikka. Shokoladimizni eritgani qo'ydik. Endi bananlarni po'choqdan ajratib olamiz. Shokoladimiz eriguncha biz bananlarimizni maydalab olamiz. Shokoladlarimizni sovib oldik. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz.
Massamiz tayyor bo'ldi. Endi idishimizga sovalamizda va muzlatgichga joylaymiz. Idishimiz biroz kattalik qildi, o'shaning uchun kichkinasiga bo'shatib yuboramiz. Shirinligimiz tayyor. 1 soatga muzlatgichga qo'yib olamiz va qizlar kelishganda oldiligiga chiroyli qilib tortib qilamiz. Asosiy taomimiz qaynab chiqdi. Suvini bir marta to'kib, yana boshqatdan qo'yamiz. Sho'rvani qaynatishga qo'yib oldik. Endi ichidagi masalliqlarni to'g'rab sovolamiz. Mana sho'rvamizni sovoldik. Ozgina qaynagandan keyin tuz va ziravorlarni sovolamiz. Endi navbatimiz issiq yegulikka. Issiq yeguligimiz uchun piyozlarni mayda qilib to'g'rab olamiz. Issiq yeguligimiz uchun qiyma kerak bo'ladi. Tishimizga qiymamizni sovolamiz. Endi ustidan to'g'ralgan piyozlarni sovolamiz. Issiq yeguligimiz uchun endi bizga qizil, sariq va yashil bulg'or qalampirlari kerak bo'ladi. Ularni mayda qilib to'g'rab olamiz. Mana masalliqlarni to'g'rab oldik. Endi bunga tuz va ziravorlarni sovolamiz. Issiq yeguligimizning massasi tayyor. Endi lavash xamiriga buni yoyib olamiz. Massamizni lavash xamiriga yoyib oldik. Endi buni rulet shaklida o'raymiz. Mana rulet shaklida o'rab oldik. Endi buni listimizga joylaymiz. Listimizni yog'lab olamiz.
Issiq yeguligimiz tayyor. Listlarga joylab oldik. Endi buni pechga pishirgani qo'yamiz va qizlar kelganda ustiga pishloq tortib, yana bir 10 minutga qo'yib olamiz. Sho'rvamiz qaynab chiqdi. Endi unga tuz va ziravorlarni solib olamiz. Endigi navbat salatimizga. Salatga kerak mahsulotlarning hammasini somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Endi dudlangan kurka go'shtini somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Sarimsoq piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Endi salatimiz uchun yarimta limonni suvni siqib solib olamiz. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Endi buni qizlar joylar kelgandan keyin oldilariga mayonezini solib tortiq qilamiz. Hozircha muzlatgichga solib qo'yamiz. Mana va nihoyat bugungi oshxonadagi ishlarimizni yakunlab oldik. Endi qizlarning kelishini mehmonxonada kutib olamiz. Bugungi taomnomamizni shoshilinchda, tezlikda tuzib oldik. O'ylaymanki, taomlarim juda ham mazali chiqadi. Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Samira Rashidova. Tez va mazali bugun apelsinli keks. Qani ketdik. Ishni apelsindan boshlaymiz. Endi tuxumlarni qo'shamiz. Shakarni ham qo'shamiz. Endi o'simlik yog'ini ham qo'shamiz. Endi unni qo'shamiz. Va qabartmani qo'shamiz. Endi qolipga solamiz. Voila, shirinlik tayyor. Tez va mazali. Mehmonga keling.
Assalomu alaykum azizlar, hormanglar, yaxshimisizlar? Biz bugun 3-kunni boshladik. Sevimli telekanalda har doimgidek o'z vaqtida yig'ilinglar, yaqinroq kelinglar. Olopazanda reality shousining 187-mavsumi 3-kun va biz bugun Sayyora opaning xonadonlarida mehmondamiz. Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Kayfiyat? Yaxshi. Alo. Zo'r. Bugun uyquga to'yibsiz-a? Bilinmat topmagan ham o'zim o'rgil. Bilindi, sezdinglarmi? Alishdik bugun. Xo'sh, juda ham chiroyli bo'lib ketibsizlar bugun. Kecha nega unaqa bo'lmadi? Bugun boshqachasizlar. Kecha hamma charchagan. Tushunarli. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Keling Sayyora opa. Assalomu alaykum. Hormang opasi, assalomu Xush kelibsizlar. alaykum. Xushvaqt bo'ling, keling yonimga yaqinroq ketib qolmang. Kayfiyatingiz qalay? Yaxshi. Taomlar tayyorlandimi? Xo'p, necha soat ketdi? 1 soat 17 daqiqa. 1 soat 17 daqiqa. Ey xudoyim, ovqat pishirdingizmi o'zi ishqilib? Suv ovqat bormi? Qoyil, lekin 1 soat 17 daqiqada 4 ta taom. Yashang. Xo'p, bozorlik. 12 minut. 12 daqiqa sarfladik. 411 ming so'm. Yashang, soatlar tayyor. Tayyor. Olib kelavering. Rahmat. Bo'ladi. Xush kelibsizlar. 1 soat 17 daqiqa opa chaqqon bilan deyman-a? Ha, qizlar? O'xshayapti. Sizlar qalaysizlar, opalarim? Choydan qo'yasizmi? Qizimiz bor. Uyatsiz, shu o'zi qo'yasizki, to'nka bordingiz-a? Ya, endi doim qo'yaverib, Charchab qoldingizmi? Ha. boshqalarga ham imkon berish kerak-ku. Ha, to'g'ri. Opa, orada nafas oling, choy quyishga ulguringlar. Qizlar ana yetib kelib, to choy quyguncha yetib kelib qoldingiz. O'zi tezlar, bular tez ekan. Xo'p, likopchalarni beringlar menga. Xo'p, Sayyora opa, keling yonim, ketib qolmang jonim opam. Qanaqa salat? Muzey salati, Qayerdan o'rgangansiz? ijtimoiy tarmoqdan. Qanday bo'lsa shundoq tayyorladingiz. Shunaqa? Shunaqa. Juda ham yaxshi, yangi retsept. Qizlar yoqimli ishtaha, rahmat opam. Boravering. bo'lsin. Rahmat. Xo'p azizlar, shu orada shuni aytib o'tmoqchiman. Shu oxirgi 3 ta mavsumda, o'tgan 3 ta mavsumimizda juda ham ko'p SMS-laringlarni oldim. Juda ham ko'p qizlarni adresini so'ragansizlar, yaxshi niyatda. Hammani uyida to'y bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsa, osmonimiz musaffo bo'lsa, albatta tinch yurtga to'y tomoshalar yarashaveradi. Shunday ekan, azizlar, men bittaman. Siz juda ham ko'pchilik adres so'rab yozgansizlar. Iltimos qilgan bo'lardim, javob bera olmayotganim uchun xafa bo'lmanglar. Olopazanda Instagram platformasida o'zini profili bor. Yozsanglar javob berishadi. SMS-dan o'qib olman, lekin hammalarga javob berishga meni rostdan vaqtim yo'q. Shuning uchun uzr so'ragan holatda sizlarni Olopazanda profiliga yo'naltiraman. Demak, qizlar, yoqimli ishtaha olinglar. Xo'p, Shahrizoda, soatni so'rashdan oldin ozgina sizni yaqindan tanishmoqchiman. Eshitishimga qaraganda, kamera ortidan eshitishimga qaraganda, sport bilan ham shug'ullanar ekansiz. Ha, Shug'ullanasizmi yoki shug'ullangansiz? shug'ullanib bo'ldim. Qaysi sport turi? Taekwondo ITF yo'nalishida. Voydod. Hech bo'lgan o'g'il bolani urgan paytingiz? Ha, bo'lgan. Zalda ko'p bo'ladi. Yo'q, zalda emas, ko'chada. Yo'q, ko'chada bo'lmagan, zalda. Asosan zal. Nima uchun? Qiziqishmi yoki qaysidir ma'noda bir o'zingizga bir kunmas bir kun asqotib qoladi kimgadir chipaqqa etib urish uchun deb degan nima maqsad bo'lgan? Qiziqish. Qandaydir natijaga erishdingizmi? Ha, erishganman ko'plab yutuqlarga. Hayron qoldim to'g'risi. Kecha taomlaringiz juda ham mazali chiqqan edi. Xo'p, salatga baho beramiz. Salat oldin ham yeb ko'rganman bu salatni. Ta'mlari ham joyida, ko'rinishi ham yaxshi. Kamchiliklari? Yo'q. Xo'p, jon. Ha, go'zalim. Yaxshi chiqibdi, menga juda ham yoqdi. Kamchiligi? Kamchilik ko'rmadim. Aniq? Aniq. Xo'p. Yaxshi chiqqan, hamma narsasi me'yorida. Menga yoqdi. Kamchiliklari? Yo'q.
qabul qildim. Bugun men bitta ko'rsatuvga qatnashdim. Menga o'sha yerda savol berishdi. Mana aynan siz ikkalangizga beraman bu savolni. Siz onasiz, farzandlaringiz bor. Siz onasiz, buni inobatga oling. Turmush o'rtog'ingiz xiyonat qilsa. Kechirasizmi? Chunki siz onasiz-ku, ayol emas. Turmush o'rtoq sifatida aytmayapman. Onasiz, farzandingiz bor va eringiz xiyonat qilsa. Kechirasizmi? Ona sifatidami? Ona sifatida. O'zi qiyin bu savolga javob. Nega bunaqa deyapman? Chunki bular hali yosh. Hali turmushga chiqishmagan. Ha, xiyonatsa kechirmayman deyishligi mumkin. Biz lekin men o'zimdan kelib chiqib har doim misol qilaman. Biz ulg'ayganmiz. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Mana qanotli farishta emasman deysizlar. Hayotda yana aytmoqman, hamma narsa bo'ladi. Hattoki yana o'zimdan kelib chiqib gapiryapman. Farzand bor-ku o'rtada. Kechirarmi deylar. Turmush o'rtog'ingiz xiyonat qilib qo'yib yoningizga kelib imkoniyat bering desa, qani biz oilamiz-ku, onamiz-ku. Nima deb o'ylaysiz? Va men bor uzr, va ayol kishi qachon portlaydi? Ayol kishi juda ham sabrli. Men o'zimni onamdan yana misol qilaman. Juda ham sabrli, juda ham. Ayol kishi qachon portlaydi? Va ayol kishi qachon voz kechadi? O'sha hamma narsa Tomoqqa tiqiladi. Lekin hayot-ku. hamma narsa me'yordan oshib ketgandan keyin. Masalan, Men bu savolga javob bera olmayman. xo'p, Bilmasam. boshingizga tushib ko'rmaganmi? Agar farzandim bo'lmaganida, yana o'zimga qoldi javob ham. Balkim qo'l siltardim. Balkim. Men hech kim bilan bunaqa masalalarni hech kim bilan misol qilishni xohlamayman. Hech qaysingizda bo'lmasin ilohim. Lekin baribir bu hayotning ochiq haqiqatlari. Bir marta imkoniyat berardim. O'zi bir marta imkoniyat beriladi, u qayta qilsa o'sha siz Yo'q, to'ppa-to'g'ri. Yo'q, bir marta imkoniyat berardim. Xomustagan bandamiz. Bir marta berardim. Agar o'sha holat ikkinchi marta ham bir qo'pol gap borku, uni aytishga endi bo'lmaydi. Ikkinchi marta ham takrorlansa, yo'q, kechirmas edim hech qachon. Bir marta ham nima uchun? Farzandim uchun. Ayol kishi xuddi mana sizlarga o'xshab tiqilib qoldim. Javob bera olmay qoldim. Ayol kishi sabr qilib yo'qchiligiga ham, boshqasiga ham, urkaltaga ham, so'kishga ham, qaynonani zulmiga ham hammasiga chidaydi. Masalan, sizlar hech tasavvur qilib ko'rganmisizlar ayol kishini o'rniga erkak kishini qo'yib qo'ylikda, erkak kishi anaqa bo'lsa, demaydi. Masalan, deylik, ichki kuyov deymiz-ku, mana qiz bola turmushga chiqqandan keyin erining uyiga boradigan bo'lsa, to'ydan keyin kuyov qiz uyiga kelsa, bir tasavvur qilib ko'ringlar. Erkak kishi chidolmaydi, erkak kishi. Hech qachon chidolmaydi, azizlar. Bir tasavvur qilib ko'ring-da, qaynona chiqib turib kuyov soat 11 gacha uxlayapsiz desa. Hech qachon chidolmaydi, lekin ayol kishi chidaydi. ayol kishi ko'p narsaga Chidaydi. Portlaganda ham juda qattiq orqaga qaramaydigan darajada portlaydi. Har bitta hayotimizda bo'lgan voqealar, har bitta hayotimizda bo'lib, yerga qoqilib, burnimiz qirilgani biz uchun hayotiy tajriba. Shaxsan menda shunaqa. To'xta. O'sha yerda burnim yomon qirildi va men shuning natijasida 15 kun, 20 kun burnimga malham suruvdim degan tushuncha bo'ladi. Shundan o'zimiz ehtiyot qilamiz. Shunday ekan opaganam, kayfiyatni ko'taramiz. Har sinov kelganda yaxshi, yana ham tajribam oshadi deyman shaxsan men. Men bunaqa sizlarni tushkunlikka tushirib, multaytirib qo'yishim bilganimda edi, men bermas edim. Shunchaki bugun ertalab men syomkaga bordim va menga shu savolni berishganda yaxshi savol bo'ldi. Men bugun shuni borib ishtirokchilardan so'rayman deb o'zimga niyat qildim. Ha, opa, soat qalay bo'pti? Salat yaxshi, Kamchiligi. kamchiligi yo'q. Aniq? Ha, opa. yaxshi yoqdi. Kamchiliklari? Yo'q, kamchiligi. Xo'p. Og'izga yoqimli. Xo'p, qabul qildim. Tilim qursin, hammasi shumshayib qoldi bizlar. Kayfiyatni ko'taramiz navbatga tom. Salat haqida fikrim juda ham zo'r chiqqan. Menga juda ham yoqdi, kamchilik ko'rmadim. Salat yaxshi, yoqdi menga. Hamma narsasi joyida. Salatga gap bo'lishi mumkin emas, yaxshi chiqqan. Salatlari yaxshi chiqqan. Hamma narsa me'yorida. Menga yoqdi. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling opam, choyimizni olib turib, shunday ushlab tursangizmi ola. Qani Shurinjon opa, marhamat. Xo'p, issiq
yeguligimizni nomi? Qiymali issiq yegulik. Xo'p, qabul qildim. Boravering, rahmat kattakon. Qizlar yoqimli ishtaha, olinglar. Eshitaman. Issiq yegulikka keladigan bo'lsak, ozgina tuzini pastligini inobatga olmasak yaxshi. Tuzi pastroq. Ha, ozgina tabga ko'ra past. Balkim pishloq bilan yaxshi ko'proq qo'shib bersiz. Nima deb o'ylaysiz? Sababi pishloq orasida bilasizlar, pishloq erigandan keyin xohlasak, xohlamasak o'zini tuzini chiqaradi. Shuning uchun menimcha shuni inobatga olganlar. Yana ozgina yeb ko'ring. Yaxshi chiqibdi, kamchilik yo'q. Aniq? Aniq. Xo'p. Xo'sh, Men opaginam. uchun hamma narsa me'yorida. Kamchiliklari? Kamchiligi yo'q. Xo'p. Birinchi tanishgan kunimiz tadbirkorman dedingiz. Har doimgidek pulni so'ramaryam deyapsizlar. Yo'q, bugun pulni so'ramayman. Nima ish qilasiz? Uy bekalariga yordamchi qilsa jo'nataman. Ha, zo'r-ku. Nechta qizingiz bor qo'lingizda? 50 nafar qizim. 50 nafar. Rostdanmi? 50 nafar qizingizga har kuni ish chiqadimi? Yo'q. Har kun chiqmaydi. Endi kuniga 4 talik bo'lib qoladi, 10 talik, eng ko'pi 40 talik bo'lgan. Demak, masalan, deylik, meni uyimga jo'natdingiz, meni uyimdan nimadir yo'qoldi, mas'uliyatni kim oladi bo'yniga? Men Siz olasiz. Hech bo'lganmi shunaqa holat? Hech bo'lmasin, albatta, lekin baribir. qizlar hammasini taniyman, ularga ishonaman. Ishonganim uchun jo'nataman. Voy, hozir ishonganlar, mayli gapirmadim. O'sha uyiga yordamchi chaqirgan insonlarni uyi menimcha 2 xona bo'lsa chaqirmaydi. Kamida bir 8. Bir xonali bo'lsa ham chaqiradi. Bir xonaga. Bir xonaga bo'lsa ham chaqiradi. Bir xonaga. Anaqa ofis, katta misol uchun o'qish. Yo'q, endi ofisda tushunsa bo'ladi endi, baribir ofisda asosan erkaklar o'tiradi, ularni tushunsa bo'ladi, lekin mana uy, xonadon. Xonalilarga ham chaqirishadi. Nimasiga chaqiradi u bir xonani? Vlajniga chaqirishadi-da. Ha. Endi ko'p ayollar hozir ishlagandan keyin ulgurmasa kerak-da. To'g'ri, bu gapingiz ham to'g'ri, lekin ishlagandan keyin ko'p narsa ulgurmaydi, to'g'ri. Nechi pul? Bir xonaga tozalashga jo'natsangiz? Bir xil paytlarda o'sha uy holatiga qarab aytamiz. Masalan, deylik, uy adar to'ntar bo'lib ketgan. Dahshatli darajada adar to'ntar bo'lib ketgan. Ertalabdan kechgacha ikkita ishchi Nechta qiz chaqirishiga qarab. Ikkita qiz deylik. Ikkita qiz. Menimcha ikkita qiz ertalabdan kechgacha bitta xonani tozalab bo'lsa kerak. O'sha uy holatiga qarab 800 mingdan boshlanadi. 800 ming so'mdan boshlanadi. Tushunarli. Oyda shunda eng kamini ayting, 50 ta qiz qo'lingizda ishlatsangiz, shu kasb orqasidan necha pul topasiz eng kami? Kunigami? Yo'q, oyiga. Taxminan. Hisoblamaganman. Men taxminan biladi-ku, inson qayerdan qancha kelayotgan taxminan. Taxminan Eng ko'pini miyangizda oling-da, shuni kamini ayting, yarmini ayting. 10 million. Eng kami. Endi bu ishimizni endi boshladik, xudo xolasa. Baraka topinglar. Qo'l ko'zinglar dard ko'rmasin, yaxshi ham borsizlar. Xo'p. Xo'sh, opaginam, eshitaman. Menga rosa yoqdi, xuddi aytganimdek o'choqda pishganiga o'xshab, souslari ham, hamma narsasi me'yorida. Zo'r yoqdi. Kamchiligi? Kamchiligini topmadim. Xo'p. Xo'p, azizlar, lavashga o'ralgan qiymali taomlar juda ham ko'p bo'lgan, aynan bunaqasi bo'lmagan. Tez va oson dedilar, tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Navbat esa 3-tom. Issiq yegulik yaxshi, oldin ham yeb ko'rganman. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Issiq yegulik yoqdi. Qanaqadir o'sha o'choqda qilingan ovqat bo'ladi-yu, ovqatlar shunaqa ta'mi keldi. Mazali, kamchiligi yo'q. Issiq yegulikni birinchi marta yeb ko'rdim. Menga juda yoqdi. Issiq yegulik menga yangilik bo'ldi, chunki men oldin bunaqa yeb ko'rmaganman, birinchisi edi. Zo'r chiqqan, menga juda ham yoqdi. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Xo'p, shundoq qo'ysangiz men olishaman. Go'zalim, olishavering. Hech narsa qilmaydi. Uzatavering bir-biringizga. Bilasizmi, juda ham yaxshi ko'raman shunaqa taomlar. Ortiqcha semirtirmaydi. Voy, semirmasmikin, mana shu ortiqcha kaloriya olmayapsizmikin deb xotirjam yeysiz-da. Oxirgi payt shunaqa bo'lib qoldim. Xo'sh, nomi. Tovuqli sho'rva 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol iste'mol qila oladigan.
Taomlarga ustamisiz? Qo'limdan kelguncha. Mana masalan, o'zingiz taomlarga ustaman deb o'ylaysizmi? Harakat qilsam, Bitta savol bermoqchiman-da, shu men bu o'zimga kerak. Masalan, tovuq filesini asosan uyda men ko'p yeydiganim. Ba'zan qaynatib yeyman. Bilsangiz tovuq Maryam o'zing ham shu gap gapirasizlarmi deysizlar, lekin yo'li bor ekan. Tovuq filesini qaynatganimizdan keyin baribir tovuq go'shtining hidi bo'ladi. Masalan, men borib restoranlarga borib, qo'y go'shtidan bo'lgan sho'rvani icha olaman, lekin uyda tayyorlangan qo'y sho'rvani icha olmayman. Tovuq go'shtini ham qanaqadir hidini ketkizsa bo'ladimi? bir marta qaynatib olib tashlash kerak. Birinchi suv to'kiladi. Rostami? Ikkinchisi Sinarga. Yo'q, chiqmaydi. Mana ichib ko'ring. hozir ichib ko'raman. Xush kelibsizlar. Rahmat opam. O'zim o'rganib bilib ishlardim masalan. Qanday yaxshi. Qanday yaxshi. Qizlar yoqimli ishtaha olinglar. Bir so'zimni aytganda azizlar, unaqa har doim bog'ini aytganman, yana bog'ini aytaman. Unaqa boqma qiladigan taom emas. Lekin menimcha to'g'ri aytdilar. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar hech qaysi bir rad etmasdan mazza qilib icha oladigan taom. Xo'sh, eshitaman qizlar. Bitta gap bilan aytganda zo'r. Yaxshi chiqibdi. Kamchiligi? Yo'q. Xo'p. Qaynatmani yaxshi ko'raman, hamma narsa me'yorida. Menga yoqdi. Xo'p. Zo'r chiqqan. Kamchiligi? Kamchiligi yo'q. Tuzi ham hamma narsasi me'yorida. Xo'p, katta farzandingiz qiz ekanlar. Necha yoshlar? 17 yetoladi. Katta bo'lib qolibdilar-da, opa. 1 yil 1,5 yildan keyin xudo xola bo'lar ekansizda. Unga unaqa gapirsam umuman yoqmaydi. O, hamma qizlar shu. O'qish to'g'risida gapiring menga deydi faqat. O'qish shu. Yaxshi, o'qish yaxshi ko'radilar. Juda ham. Qizingiz sizni kasbingizni egallamoqchi bo'lsalar, fikringiz qanaqa bo'ladi? Men qizim qaysi kasbni tanlashidan qat'iy nazar men uni tanlovini hurmat qilaman. No, yaxshi ko'radi. Men bo'yantirish, sochlarni qilishni qizlar hamma qizlarda bor. Lekin uni asosiy maqsadlari bor, o'ziga yarasha o'qiyman deydi. No, kasbi ham boshqacha-da. Endi hamma narsa bo'lishi mumkin. Kecha ta'kidladim. Inson har bir yoshga ulg'ayganida fikrlashi umuman o'zgarar ekan. O'zimdan yana misol. Deylik, turib yo'q joydan xayolingiz ko'chasiga keltirmadi. Ona men sizni kasbingizni tanlamoqchiman desa. Xo'p deyman. Xo'p deysizmi? Bu kasb yomon kasb emas, zo'r. U Yo'q, men hech narsa deganim yo'q. Yaxshi ham borsizlar. Meni og'irimni yengil qilasizlar. Men har kuni sizlarga ishim tushadi. Boshim egaman. Faqatgina shu insonlarni, ba'zi bir insonlarning orasida fikr yuritishligi boshqacha. Baribir qiz bola, har tomonini o'ylaysiz. Shuning uchun so'radim. Yo'q, qarshi bo'lmayman. Zo'r kasb. Menga o'zimning kasbim yoqadi. Menga ham yoqadi. Menga ham yoqadi. Agar 3 ta kasb ichida bittasini menga tanlash imkoni bo'lib, 3 tasini ichida bittasi sizniki bo'lganda men tanlardim, jondim. Demak, qizlar yoqimli ishtaha davom ettirsanglar bo'ladi. Endi zo'r vazlar o'qma qila olmayman-mi o'sha o'zingizlar bilgan qaynatma, tovuqdan qaynatma bo'lgan ajoyib. Tayyorlab ko'ringlar. Bilaman, tayyorlab ko'rgansizlar, buni ham tayyorlab ko'ringlar. Navbatchilik. O'zim qaynatma sho'rvani yaxshi ko'raman. Menga juda yoqdi. Hamma narsasi me'yorida. Menga yoqdi. Sho'rvaga kelsak, parhez taom bo'lib, mazali chiqqan, tuzlari ham hamma narsasi me'yorida, kamchilik yo'q, topmadim. Sho'rva har doimgidek zo'r chiqqan, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Menga juda ham yoqdi. Sho'rva oddiy, ta'mlari joyida, oldin ham ichib ko'rganman. Mazasi yaxshi. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling, yashang. Xo'p, shirinligimizning nomi Cho'kota. Cho'kota. Qayerdan olganingiz? Ijtimoiy tarmoqdan. Ijtimoiy tarmoqlardan. Zo'r-ku. Bo'ldi, rahmat opam. Bu odatda ozgina qotish kerak edi. Xo'p, demak, 3-4 soat turishi kerak bu shirinlik, shunaqami? Muzlatgichda ko'proq turishi kerak edi. Siz adashmadingizmi ish qilmasanligida? Nima deb o'ylaysiz? Bilmasam, xato qilmadim shekilli. Bo'ldi, qolgani biz baho beramiz. Rahmat, boravering. Qizlar yoqimli ishtaha olinglar.
Xo'sh, siz shirinlikka ustasiz, shuning uchun sizdan oxirida so'rayman. Ha, opa. Bunaqa shirinlik yeb ko'rmaganman. Menga yoqdi. Aniq? Aniq. Aniq? Qabul qildim. Men ham yeb ko'rmaganman. Sal kamchiligi o'sha qotmaganda bo'lsa kerak menimcha. Bitta o'sha kamchiligini bildim. No, og'izga yoqadigan. Neobычный qanaqadir. Hop, oxirida so'rayman. Ha, jonim. Birinchi marta yeb ko'rishim meni ham yoqdi, lekin ozgina o'sha kakaosi ko'proq tuyuldi menga. Shuni so'ramoqchi edim. Shunaqami Shuni deyman. so'ramoqchi edim men. Ko'proq tuyuldi, o'shaning uchun bo'ladi. Shirinlikka keladigan bo'lsak, kakao tanlashda adashgan. Boshqacha kakao tanlaganda shirinligi yaxshiroq bo'lardi. Bu taqir tan bergan. Kakaolarni ham turkumi bormi? Rustammi? Birinchi marta eshitishim. To'g'risi. Balki shirinlik pishirish bilganimda qizlarning fikriga qo'shilaman sizlar. Sababi ustida juda ham ko'p o'sha og'izga solinganda quruq ketib qolib yo'tal kelyapti. Men buni o'zim ham aytmoqchi edim. Lekin bir so'z bilan aytganda qanaqadir tushunarsiz yoqimli maza. Sezdinglarmi? Qanaqadir tushunarsiz yoqimli yeyapsizda ham yaxshi, ham tushunarsiz. Birinchi marta yeb ko'rdim. Yangi retsept tayyorlab ko'ramiz. Shirinliklari birinchi marta yeb ko'rdim. Menga juda yoqdi. Kamchiligi yo'q. Shirinlik ham u ham birinchi marta yeb ko'rishim. U ham qanaqadir yoqimli yeganda o'sha qizlar aytgandan keyin yeb ko'rdim. Rostdan kakaosi ko'p, lekin yoqimli. Uni kamchiligi bor deb o'ylamayman. Shirinlik haqida fikrim zo'r chiqqan, lekin biroz kakaosi ko'proq bo'lgan, o'shaning uchun yoqmadi. Shirinlikka keladigan bo'lsak, ozgina kakaosida adashgan tanlashida. Kakaosini o'zgartirganda shirinligi boshqacharoq bo'lardi. Bu men uchun kamchilik. Bilasizlarmi, biz bugun deyarli 3-kundamiz. Va ochiq aytaman, hech kimning orqasidan gapirmaganman. Sizni 3-kunda ham o'tirishingiz menga yoqmayapti. Juda ham anaqalar kam, nima deydami? Energiya. Ha, pozitiv massalar. Aslida kamera orqasida unaqa emas azizlar. Men har doim ochig'ini o'zligini oldligida aytganman. Kamera orqasida aslida unday emas. Nega? Kameradan qo'rqamiz. Nega qo'rqasizlar? Kameradan qo'rqmayman. Men shu san'at sohasiga kirganimda boshida insonlar meni qabul qilishga ahmoqroqmi, g'alatiroqmi degan kommentariyalar bo'lgan, lekin bora insonlar meni yaxshi ko'rishni boshladi. Nega? Qandoq bo'lsam shundoqligimcha. Ya'ni jaydarlik tarafdoriman, har doim buni aytaman, har qayerda aytaman. Qandoq bo'lsanglar shundoq bo'veringlar qizlar. U men bunda o'tirib olib qilganinglarni foydasi yo'q, sponi yo'q. Endi u spon qo'zchida aslida to'g'ri bir gap ham. Lekin baribir kamera bilan ishlamagandan keyin hayajon bo'ladi, xohlasak, xohlamasak, rovnenki bo'lib qolamiz-ku, lekin baribir xohlardim ozgina kulishib, bir suhbatlashaylik. Nahotki hech narsa qiziq emas. Xo'p, bular-ku mayli, bola chaqasi bor, uyga borib ovqat qilish kerak, o'g'li shamollagan, issig'i chiqqan, hozir hamma yoq virus. Xo'p, bularni tushunsa bo'ladi. Sizlarni Biz yaxshi. siz jurnalistsiz. Masalan, nega bir takliflar yo'q? Maryam opa ko'rsatuvni mana joyda. Masalan, hech qachon qiziqtirmaganmi? Deyarli 2 va 3 marotaba qatnashyapsiz. Mas 2 marotaba qatnashyapsiz. Uyga borib hech savollar tug'ilmadimi? Masalan, finaldan keyin menimcha dugonalar suhbatlashgan bo'lsanglar kerak. Sizda gruppa bor chunki. Yangi mavsumni boshlashdan oldin ularga maxsus gruppa ochiladi azizlar va o'sha gruppada qizlarning o'zaro suhbati bo'ladi. Kimdir balini sotadi, kimdir orqasidan chaynaydi, kimga menga mamani qo'y, men senga mamani qo'yaman deydi. Bo'ladi unaqa suhbatlar. Hech bo'lmadi masalan kelgandan keyin Maryam opa mana shunaqa emas, mana shunaqa qilaylik. Mana finaldan keyin mana bunaqa gap so'z bo'ldi. Bo'lmadimi siz masalan ijodkor insonsiz? Bo'ldi albatta. Nega jinsizlar qizlar? Men azizlar 45 daqiqa menga gapirib tursam, ko'zim tushdi ba'zan kommentariyalarga. Maryam, chakaga o'chadimi deb nima qilay? Jim o'tirmayman-ku. Kimdir gapirish kerak-ku. To'g'ri. Men bugun sayyoraga 10 ball qo'yaman. Chunki bugungi taomlarda kamchilik yo'q. Men bugun sayyoraga 10 ball qo'ydim. Shu qo'lidan kelgancha harakat qilgan, kamchiligi ham yo'q. 10 ballik baholash sistemasida 9 ball qo'yaman. 1 ballini shirinlikda kakaosi ko'proq bo'lgani uchun ayirdim. 10 ballik baholash sistemasida 9 ball qo'yaman. 1 ballni shirinlikni kakaosi noto'g'ri tanlaganligi uchun ayirdim.
mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. Hammaga kayfiyat ulashaman deb azizlar ba'zan sezgan bo'lsangiz tilim jingalak bo'lib qoladi. Sezasizlarmi? Shu qaynatib olaman deyman-u, ba'zi charchab qolaman. Demak, to'rtta taomni yedik. Bugungi kunimiz ham o'tdi. Ortiqcha suhbatlarsiz endi ochiq gapiraveraman, bilasizlar-ku. Balkim ertaga qanaqadir suhbatli bo'lishi mumkin. Yangi retseptlarni hozircha bilmayman azizlar. Yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ertaga ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Xayr. Bugungi kunim o'zgacha, noodatiy o'tdi. Super o'tdi desam ham adashmagan bo'laman. Bu ko'rsatuvda ishtirok etish uchun albatta chaqqon bo'lish kerak ekan. Yana ko'rsatuvga taklif qilishsa, yana chiqardim. Kadr ortida qo'llab-quvvatlab turgan yaqinlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.